bugungi kun tartibidagi masalalarga ruxsat bersangizlar o'tsak. Elektron arxiv va elektron nusxaga oid normalarni qamrab olibsizlar. Arxiv ma'lumotlarini bepul berish hamda Milliy arxiv fondi tarkibidan hujjatlarni chiqarish tartibi ham qonunda nazarda tutilganmi? Biron normada aks ettirilganmi? Arxiv hujjatlarni elektron nusxasi, elektron arxiv degan tushunchalar qonunga kiritilyapti. Asl nusxa bilan elektron nusxa birga saqlanadimi hujjatlarni yoki elektron nusxa yetarli bo'ladimi? Agar ikkita shaxs o'zaro bir-biri bilan yozishma orqali, Telegram orqali bir-birini so'ksa, bu internet bezorligi bo'ladimi yoki mayda bezorlik bo'ladi? Viloyat va tuman darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari degan so'zni ijro hokimiyati organlari deyilibdi-da. Masalan, mana shu Chilonzor tumanida qaysidir bitta vazirlik joylashgan bo'lsa, demak tuman darajasidagilar buni eshitish imkoniga ega bo'lib qoladi hozir. Qonunchilikka, amaldagi qonunchilikka ham aniqlik kiritib qo'yish kerak. Shartnoma shartlarini bajarmaganligi uchun zarar deb aslida qanaqa zarar bo'lishi mumkin? Qo'llab-quvvatlaydiganlar marhamat. Tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat.